Assalomu alaykum. Efirda yangi taraqqiyot davri ko'rsatuvi. Xotin-qizlar ta'limi va ularning ilmiy faoliyati bugungi kunda taraqqiyotning eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Ayol olimlarning paydo bo'lishi xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rni mustahkamlanishiga hamda ilmiy hamjamiyatning yanada inklyuziv bo'lishiga yordam beradi. Mazkur sohada katta salohiyat va boy tajriba bo'lishiga qaramasdan, O'zbekistonda uzoq yillar xotin-qizlarning ilmiy faoliyatiga yaxshi e'tibor qaratilmadi. Ko'p yillar davomida aksariyat ilmiy ishlar erkak olimlar tomonidan yozilgan. So'nggi yillarda bu an'anaga qanchalik chek qo'yildi? Bugungi kunda olima ayollarimiz, qizlarimiz soni ko'paydimi? Ana shu kabi savollarga javob olish maqsadida ko'rsatuvimizga ilm yo'lidan kelayotgan ustozlarimiz, olimlarimizni taklif etganmiz. Hozir ular bilan tanishtirib o'taman. Saida Ishoqova, Fanlar akademiyasi Ion plazma va lazer texnologiyalari instituti laboratoriya mudiri, fizika-matematika fanlari doktori. Samida Mustafoyeva, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti dotsenti, filologiya fanlari doktori. Zuhra Ahmedova, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi zoologiya instituti laboratoriya mudiri. Yorqinoy Mirzayeva, Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti. Muhayyo Otamurodova, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi zoologiya instituti katta ilmiy xodimi. Barchangiz studiyamizga xush kelibsiz. Ilk savolim biroz umumiy bo'ladi. Umuman olganda xotin-qizlar ta'limiga berilayotgan e'tibor avval qanday edi? Hozirgi kunda esa qanday eshiklarni ochdi? Vaziyat qanday? O'zingizni faoliyatingiz misolida ham gapirishingiz mumkin bo'ladi. Saida opa, dastlab sizdan boshlaymiz, marhamat. Ilgari ilm bilan shug'ullanayotgan ayollarning soni juda ham kam edi. Chunki ular ham oilani, ham ilmni birgalikda olib borishi juda ham qiyin vaziyat deb hisoblashardi. Hozirgi paytda, masalan, bizning institutimizda Fanlar akademiyasi Ion plazma lazer texnologiyalari institutida doktoranturaga, tayanch doktoranturaga kirgan qizlarimizning soni ancha ko'payib qoldi. Chunki ularga juda ham yaxshi sharoitlar yaratib berilyapti. Chunki hozirgi bizning paytimizda kutubxonalardan foydalanardik. Juda ham qiyin imkoniyatlar unchalik yaxshi emas edi. Hozirgi kunda esa mana hozir ijtimoiy tarmoqlar rivojlanganligi sababli ma'lumotlarni olisha oladi va shunga ega bo'lish imkoniyati juda ham katta. Juda ham yaxshi, rahmat. Yorqinoy opa, siz nima deysiz aynan bugungi kunda xotin-qizlarga berilayotgan imkoniyatlar haqida? Agar o'zimda universitetimdan kelib chiqadigan bo'lsam, Toshkent davlat agrar universiteti, bilasiz, qishloq xo'jaligida ishlaydigan talabalarni o'qitamiz va ishlayotgan ayollarimizdan hozirgi paytda e'tibor berilsa, juda ham ko'pi ilmiy ish bilan band. Himoyaga chiqayotganlar soni erkaklarga nisbatan keyingi paytda bizni o'zimizda kafedrada ham 4 ta 5 ta himoya bo'lgan bo'lsa, asosan ayollarni tashkil qildi. Bu degani xotin-qizlarga yaratilayotgan imkoniyatlarni kengligi. Chet elga chiqadigan holatlarda, masalan, o'zim Ozarbayjonga borib keldim. Ularni hayotini, masalan, ipakchilik sohasida ishlaganligim uchun ularda boqiladigan ipak qurtida ishlayotgan olimalarning ilmiy tadqiqot institutlariga bordim. Bizga yaratilgan sharoitlar juda ham ustun. Ularga baribir taqqoslaysiz, o'zingizni oliygohingiz bilan boshqa joyga borganingizda qaysi tomoni ustun? Bizga yaratilgan sharoitlar, ilmiy ish qilamiz desak, agar til bilsangiz, xohlagan davlatingizga borib malaka oshirib, stajirovka qilib kelishingiz mumkin. Endi ilmni nimasini tushungan oilalarda kelinlarimizga ham hozir imkoniyatlar juda yaxshi yaratib beryapmiz. O'qishni xohlayapsanmi? O'qi. Imkoniyat bormi? Foydalan. Yaxshi bilimli talabalarimizga grantlar ajratilyapti hozirgi paytda. Yurtboshimiz tomonidan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash magistraturada hammasi grant asosida o'qishlar yo'lga qo'yilgan. Bundan unumli foydalanayotgan qizlarimiz juda ham yaxshi joylarda, lavozimlarda ishlashga erishyapti. To'g'ri aytyapsiz, Yorqinoy opa, to'g'ri ta'kidladingiz. Ayni kunlarda, umuman olganda, bugungi kunda ota-onalar, nafaqat ota-onalar, balki o'sha qaynona ta'lim olishiga, izlanishiga hech qanday cheklovlar qo'ymayapti. O'zi umuman olganda ayollarning ilm bilan shug'ullanishi nima uchun muhim deb hisoblaysiz? Marhamat.
Avvalambor yuqoridagi savolga biroz to'ldirish kiritmoqchi edim. Aynan statistikani qaraydigan bo'lsak ham 2022-yilda ma'lumki o'sha xotin-qizlarga magistratura bosqichiga kirganda davlat tomonidan byudjet hisobidan to'lov kontrakt pullarini, shartnoma pullarini o'tkazib berish bu ham bir rag'bat qo'llab-quvvatlash deb o'ylayman. Va shu nuqtai nazardan qaraganda ham aynan Sharqshunoslik universitetida o'zim rahbarlik qilayotgan oliy maktab magistrantlari kesimida aytadigan bo'lsam ham ikkinchi kurs talabalari orasida masalan 9tadan 7tasi xotin-qizlarga to'g'ri keladigan bo'lsa, bu yilgi qabulda faqatgina bitta yigit kishimiz bor, magistrantimiz bor, qolganlari hammasi xotin-qizlar hissasiga to'g'ri kelyapti. Ya'ni bu o'sha o'tgan yilgi, ya'ni ikkinchi kursda ayni paytda o'qiyotgan magistrantlarimizdan deyarli 2 barobar ko'p qabul qildik va ularning aksari deyarli shu 90% dan yuqorisini xotin-qizlar tashkil qilyapti bugungi kunda. Va aynan o'sha doktoranturada oliy maktabimiz bizni shu tarjimashunoslik, tilshunoslik va xalqaro jurnalistika oliy maktabi hisoblanadi. 22 ta tadqiqotchimiz va doktorantlarimiz bor, tayanch doktorant va doktorantlar. Ulardan 19 tasi xotin-qizlar hisoblanadi. Bu demak o'sha 86% dan yuqori miqdor degani. Endi keyingi savolga bevosita o'tadigan bo'lsak, aynan ayollarning ilmli bo'lishi nimaga kerak deydigan bo'lsak, prezidentimiz ham buni alohida ta'kidlaganlar, ya'ni o'sha ayolning ilmli bo'lishi nafaqat o'sha to'g'ri farzand tarbiyasi uchun, ya'ni oilani ravnaqi uchun, bevosita kelajak avlodni tarbiyasi uchun va qolaversa bevosita o'sha jamiyatni ravnaqi uchun ham xizmat qiladigan omil hisoblanadi. Shuning uchun ham o'zi aslida ajdodlarimiz ham bu masalaga juda ham chuqur e'tibor berishgan va ayni kunda biz o'sha bizga ma'lum bo'lgan qadriyatlarimizni hukumat darajasida ham e'tiborda bo'lganligini ko'rib turibmiz deb o'ylayman. Albatta. Zuhra opa, siz nima deysiz? Marhamat. Oxirgi yillarda juda ham katta e'tibor berilyapti ayollarga. Shu jumladan bizani zoologiya institutimizda ham bundoq qaraganda 8 ta laboratoriya bo'lsa, deyarli 5 tasida laboratoriya mudirlari ayol kishidan iborat. Buni ham bitta misol qilish mumkin, chunki institutda rahbariyatimiz tomonidan olima ayollarga, yoshlarga, qizlarga juda katta e'tibor berilmoqda. Ilmiy ishlarni olib borish jarayonida turli yutuqlarga erishib kelmoqdamiz. Buni misolini masalan institutimizda ko'sak qurtiga qarshi yangi biologik preparat yaratganman va shuni orqasidan Innovatsion rivojlantirish agentligi tomonidan ko'magida tijoratlashtirish loyihasi ham olganmiz va uni ishlab chiqarishgacha olib borib, hozirgi kunda nafaqat ilmiy ish bilan, balki tadbirkor ayol sifatida ham faoliyat olib bormoqdamiz. Chunki hozir shu tijoratlashtirish loyihasini nizomida shu ilmiy ish qilayotgan olima ayollar hamda tijoratni birga olib borilsin degan nima bor. Shu munosabat bilan biz hozirgi kunda shu mas'uliyati cheklangan jamiyatda ham shu ko'sak qurtiga qarshi biologik preparat ishlab chiqarib, respublikamizda deyarli barcha fermer xo'jaliklariga yetkazib beryapmiz. Bundan tashqari har yili bahorgi hamda kuzgi tijoratlashtirish forumlari bo'ladi. Inaviklar. Unda ayollarimiz o'zini ishlanmalari bilan albatta qatnashadi va shu ishlanmalarda qatnashib, o'zlarini yutuqlariga erishib borishmoqda. Bundan tashqari hozir to'g'ri aytib o'tishdi, magistratura bakalavrlarimiz hamda oxirgi yillarda doktoranturada ham ayollarimizni soni beqiyos. Ayollarga berilayotgan e'tibor so'nggi yillarda muhtaram prezidentimiz tashabbusi bilan amalga oshirilyapti. Bundan biz juda xursandmiz. Yosh kadr sifatida aytishim mumkinki, mana 2018-yilda tayanch doktorantura ta'sis etildi va biz ilk qaldirg'ochlari bo'lib, shu zoologiya institutida tayanch doktorant bo'lib tahsil olishni boshladik va o'zimning faoliyatim davomida baribir ayol kishiga oiladan ortib ilmiy tadqiqotni o'zi bo'lmaydi, lekin aynan hozirgi kunda ayollarga bo'lgan e'tibor nafaqat ortayotganligidan ayollarning o'zlari o'z xohishi bilan, ya'ni ilmiy ishni davom qildirishni o'zlari xohlayapti. Bunga imkoniyat ham, sharoit ham davlatimiz tomonidan keng tatbiq etilgan. Shuning uchun men ham shu yo'nalishni tanlagan holda aynan zoologiya institutida tayanch doktoranturani tugatdim va muvaffaqiyatli dissertatsiya ishimni himoya qilib, bugungi kunda
davomida shu institutni katta ilmiy xodimi lavozimida ishlab kelmoqdaman. Albatta, ayollarga berilayotgan e'tibordan juda mamnunmiz. Mana tayanch doktoranturada aynan kvotalar sonining keng berilayotganligi va bular ichida aynan prezident stipendiyasi tanlovini ham ta'sis etilgani juda ham katta quvonchli hol. Mening o'zim ham 2020-yilda shu tayanch doktoranturada o'qib yurgan davrimda prezident stipendiyasi sovrindori bo'lganman. Buning ichida ham asosiy kvotaning ko'pchiligini hozirgi kunda ayollar tashkil qilyapti. Bundan ham juda minnatdormiz. Olima ayollarga berilayotgan e'tibordan, olima ayollar innovatsion demak loyihalari tatbiq etildi. Yilning olima ayollik ko'rik tanlovlari ta'sis etilyapti va bularni o'zimizni faoliyatimizni samarasini bir rag'batli deb qabul qilsak bo'ladi. Bundan juda minnatdormiz. Juda ham yaxshi. UNESCO ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda ilmiy tadqiqotlarning 30% ayol olimlar tomonidan amalga oshirilayotgan ekan. Oxirgi 30 yilda 30 nafar ayol turli yo'nalishlarda Nobel mukofotini qo'lga kiritdi. Bizdagi vaziyat qanday? Qanchalik yaxshilandi va xalqaro darajada ilmiy ishlar qilinyaptimi, e'tirof etilyaptimi? Yuqorida aytib o'tganimdek, aynan o'sha Sharqshunoslik universiteti kesimida gapiradigan bo'lsak, so'nggi yillarda 152 ta ya'ni so'nggi yillar deganimda aynan 2020-yildan 2024-yilga qadar bo'lgan davr haqida gapiryapman. Himoya qilingan bo'lsa, bu doktorlik va falsafa doktori darajalari bo'yicha, demak, uni asosiy qismi yana ayollar hissasiga to'g'ri kelganini kuzatdim va bu yildan yilga ko'rsatkichni ortgani, taxminan 60% dan yuqori 70% ga yaqinlashgan darajada xotin-qizlar ilmiy daraja uchun o'sha dissertatsiyalarni himoya qilganligini aytishimiz mumkin va xalqaro e'tirof etilayotgani haqida ham gapirib o'tmoqchi edim. Bevosita bizda o'sha xalqaro integratsiya masalasi birinchi vazifalardan turadi va aynan o'sha xalqaro loyihalar ustida ishlash va xodimlarimizning aksarlari o'sha aynan sharq mamlakatlarida ko'proq bizda ilmiy darajalarni olganlari ham bor. Ayni kunda masalan Xitoyshunoslik maktabida 3 nafar hattoki xodimimiz Xitoy Xalq Respublikasida ilmiy darajani olishgan, himoya qilgan holatda. Bu Koreyashunoslik maktabida ham kuzatiladi bu holat. Koreyada o'sha ilmiy darajalarni olishgan xodimlarimiz bor va bu kamida o'sha har bitta oliy maktab bizda aynan Sharq tillari va adabiyoti institutida 8 ta oliy maktab bo'ladigan bo'lsa, har bir institutimizda aynan shunday xodimlarimizni soni hech bo'lmaganda har bir oliy maktabda 1-2 nafardan tashkil qiladi va ularning aksariyat qismi hozir aytganimdek aynan xotin-qizlar hissasiga to'g'ri kelayotgani, bu ham xotin-qizlarning ilmdagi o'rinlari va ularning o'sha xalqaro hamkorlikdagi o'rinlari, ya'ni ilmiy hamkorlikdagi o'rinlari ham yildan yilga ortayotganligini ko'rsatib turadi. Juda ham yaxshi. Bizning institut, zoologiya instituti ham xalqaro aloqalar juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Masalan, Rossiya bilan, Xitoy bilan, juda ham Germaniya bilan, jumladan Xitoy fanlar akademiyasi zoologiya institutida ham bizda hozir Kastvas hamda dasturlar bo'yicha doktoranturalarimiz PhD qilishga ketishgan. Ularda o'sha doktorantlarimiz orasida ham ayol kishilarimiz, ayol ko'proq nimalarimiz bor, PhD qilayotgan ayol qizlarimiz. Undan tashqari o'zim 2024-yil Sankt-Peterburgga borib keldim. Ayni mana shu ishlarim yuzasidan va o'zim shu olib borilayotgan tadqiqotlarimni ularga borib o'sha yerda master klass o'tib, bizdagi qilinayotgan ilmiy ishlar bilan ulardagi ilmiy ishlarni solishtirgan holda memorandumlar tuzib keldik. Xotin-qizlarni ilmiy faoliyatga keng jalb qilish natijasida fan va iqtisodiyot bilan integratsiyasini kengaytirish, tadqiqotlar sifatini keskin yaxshilash va iqtisodiy o'sishga erishish mumkin. Va albatta farzandlar kelajagida ham buning o'rni betakror, to'g'rimi? Marhamat Saidova. Oilada ayol kishi o'qimishli bo'lsa, farzandlariga boshqacha tarbiya beradi. Ularni dunyoqarashi boshqacha bo'ladi. Farzandlarimiz hammasi o'qib, o'z joylarini topib ketgan. Nevaralarimizni ham oliy ma'lumotli qilishga harakat qilamiz. Oilamizdagi qiz nevaralarim albatta o'qishi kerak degan fikrdaman. Chunki ular oilada farzand tarbiyasidan tashqari bu farzandiga chiroyli tarbiya berishi uchun o'zini tarbiyasi chiroyli bo'lishi kerak, o'zini dunyoqarashi o'zgacha bo'lishi kerak. Ana o'shandagina farzandlarimiz chiroyli tarbiya ko'rishadi, kelajakda o'zlarining o'rnlarini topishga harakat qilishadi.
ularni dunyoqarashi boshqacha bo'lgani uchun erkaklarimiz ham ayollarimiz bilan g'ururlanib yurishadi. Umuman olganda o'sha qaynonalar bo'lajak kelinini aynan oliy ta'lim muassasalaridan qidirishadi, to'g'rimi? O'qimishli bo'lsin degan bir ma'noda, yaxshi ziyoli oilani qizi bo'lsin, o'zini o'sha ilmga ham bag'ishlagan bo'lsin degan bir ma'noda aynan mana shu maskanlardan kelin olishni niyat qilishadi va borishadi ham, to'g'rimi? To'g'ri. Marhamat, Zuhra opa, fikrimni davom ettirishingiz mumkin. Shuni aytmoqchimanki, har yili biz zoologiya institutiga O'zbekiston Milliy universitetidan hamda Toshkent davlat agrar universitetidan talabalar kelishadi, magistr, bakalavrlar bizada amaliyot darslarini o'tishga. Shunda ham ro'yxat keladi. Shunda qarasak, asosiy nimani ayollar, qizlar tashkil qiladi. Bu aytmoqchi bo'lganim, oxirgi yillarda shu e'tibor juda ham katta bo'layotganini hissasi. Ayollar juda ham hozir ilm fanga nima deydi, katta e'tibor berilayotgani uchun ular juda ham faollar. Juda faol. Kimda yana qanday qo'shimchalar bor? Marhamat. Men qo'shimcha qilmoqchi edim. Oilada erkak kishi o'qisa, oliy ma'lumotli bo'lsa, u faqat mablag' topib kelib, oilani kami-ko'stin to'ldiradi. Lekin oilada agar ayol kishi olima bo'ladigan bo'lsa, u farzandlarini ham tarbiyasiga boshqacha e'tibor berishini men o'zimni oilamdagi holatda ham, meni kelinim ham o'zimizda o'qib bitirgan, hozirgi paytda nabiramga bir narsalarni o'qitib, kitoblarni nima qilayotganini ko'rsam, demak oilada qadimda aytganu, erkak kishini o'qigani bitta oila nima bo'lsa, ayol kishini o'qigani butun jamiyatni bilimli, ilmli qilishligini. Yurtboshimiz shuni nazarda tutib, shuning uchun biz ayollarga imkoniyat eshiklarini keng ochyapti. Kelajakni o'ylagan holatda biz ayollar o'qimishli bo'lsak, farzandlarimizni ham o'shanga qarab tarbiya berishimiz, vaqtni o'shanga qarab rejalashtirishimiz. Oilada ayol olima bo'lsa, har bitta narsani o'zini fikri, nuqtai nazaridan kelib chiqib, hisob kitob qiladi. Kitobni ko'p o'qiganingizdan keyin dunyoqarashingiz, fikrlashingiz keng bo'lgandan keyin bolalarni, nabiralarni, farzandlarni o'shanga qarab tarbiya qilamiz va natijasini kelajakda bemalol yorug' yuz bilan kutib olamiz. Qizlarga yaratilgan sharoit, masalan, yotoqxonani oladigan bo'lsak, 5 tashabbus doirasida har bitta tashabbus uchun alohida xona qilingan. Masalan, men o'zimga ham bitta xona biriktirilgan, 6 ta qiz turadi. Ular bilan har hafta bir haftasiga borib taomlar tayyorlaymiz, milliy taomlar, bu ham oilaga tayyorlash. Keyingi haftasida tikish bichish xonamiz bor. Qiziqadiganlari bilan nimadir material olgan bo'lsa, o'ziga tikib, bichtirib, tikish ishlarini amalga oshiramiz. Shuning uchun haqiqatan kelin qilishga oliygohlarga hozir ko'pchilik keladi, so'raydi bizdan, qaysi qizing nima. Ochiq aytishimiz mumkin, qizlarimiz hozir faqat o'qish bilan emas, oilaga tayyorgarlik ishlari ham har bitta talabalar turar joyda sharoit juda chiroyli yaratilgan bizda. Kim pishiriqqa qiziqsa, u xonada amaliy nima ishlarni olib boramiz. Bichish tikishga qiziqadiganlar bilan alohida xonada, kompyuter texnologiyasi bilan qiziqadiganlar uchun ham sharoit yaratilgan. Shuning uchun kelganlar ko'radida, har bitta sharoitga kirib, faqat o'qimayotgan ekan, hamma nimaga tayyor qilib chiqarayotgan ekansizlar, kelajakka tayyor ekan bular. Osh-ovqat qilishga ham, bichish tikishga ham, o'zini dokumentini yozishga ham, kompyuter texnologiyasidan foydalanish nimalarini ham hamma nimamiz universitetimiz ichida, yotoqxonani nimalarda birinchi qavatlarda joylashtirilgan. Shuning uchun sharoit juda ham yaxshi. O'qigan qizlarni shahar olib berarmiding, qo'lidan nima ish keladi, faqat kitob daftar ko'tarib yuribdi degan narsadan tamomila yiroq. Agar kelib sharoitlarimizni ko'radigan bo'lsa, o'qiyotgan qizlarimiz hamma tomonlama oilaga tayyor holatda mana o'qishlarini bitirib ketyaptilar. Yuqoridagi haqiqatda aytganingizdek, oliy ta'lim muassasalarida yoki oliy ma'lumotli kelinlarni qaynonalarimiz, oyijonlarimiz juda ham xohlashadi, chunki bevosita bu kelgusidagi o'sha avlodni tarbiyasiga bog'liq. Lekin kelin qilish bu bir masala, uni keyinchalik aynan o'sha faoliyatini qo'llab-quvvatlash bu ikkinchi masala deb o'ylayman. Xitoy xalqida bir naql borda, juda ham o'zimga har doim qiziq tuyuladi, lekin haqiqatda unda qarasangiz baribir sharq mamlakatlarida o'shanda aytiladiki, lang pa rut fo hang ni pa jia cuo lang deydi-da. Bundan ma'nosi shundaki, erkak kishi xato kasb tanlashdan qo'rqadi.
ayol kishi esa noto'g'ri bir insonga turmushga chiqishdan qo'rqadi deydi-da. O'zi hayotda ikkita narsadan adashmaslik kerak deb aytishadi. Kasb tanlashda va turmush qurayotganda. Endi shu joyda menga juda ham qiziq tuyuladiki, haqiqatda sharq xalqlarida ayol kishi qanchalik iqtidorli bo'lsin, qanchalik ilmiy salohiyati yuqori bo'lsin, agarda uni erkak kishi, ya'ni o'sha turmush o'rtog'i yoki oilada qo'llab-quvvatlanmasa, albatta u iqtidor ochilmay qolib ketaveradi. Shuning uchun ham biz masalani bir tomoni juda ham yaxshi istaymiz, oliy ma'lumotli, iqtidorli kelinni, lekin uni kelgusida davom ettirishida qo'llab-quvvatlash bu ikkinchi masala deb o'ylayman va buni albatta o'sha oilada turmush o'rtog'i boshchiligida qaynona-qaynatalarimiz buni qo'llab-quvvatlashlari kerak ikkinchi tomondan deb o'ylayman. Albatta, bu juda ham muhim. Bizda ta'lim va tibbiyotdan tashqari yana qaysi sohada xotin-qizlar soni ko'pchilikni tashkil etyapti? Nima deb o'ylaysiz? Va nima uchun degan savol atrofida ham fikrlashsak. Ilgari fizika, matematika fani desa, qanaqadir qiyin fan ko'rinardi-da. Bu murakkab fan hisoblanardi va bu tarmoq, bu yo'nalish bo'yicha asosan o'g'il bolalar, erkaklar ko'proq o'qishardi. Hozirgi kunda esa bu yo'nalish bo'yicha, masalan, men o'zim mana fizika, matematika fanlari doktori darajasigacha yetdim. Bu fanni juda ham endigi kunda unchalik qiyin emas, juda ham yo'nalishi keng, qiziqarli fan ekanligini bilib qolishdi. Hozirgi kunda institutimizda ayollarning soni juda ham ko'paydi ilm bilan shug'ullanadigan. Mana shu yili 24-yil oxirida juda ham kam ayollar PhD dissertatsiyasini yoqlardi. Bu yil o'zida bizda 4 ta ayolimiz, bittasi doktor, 3 tasi PhD filosofiya fanlari doktori fizika matematika yo'nalishi bo'yicha yoqlashdi. Bundan tashqari bizda O'zbekiston Respublikasida ixtirochi ayol uyushmasi tashkil qilingan. Mana shu ixtirochi ayol uyushmasida bir necha yil men o'zim qatnashib keldim. Birinchi yilida o'zim innovatsion loyiham bilan eng samarali innovatsion loyiha nominatsiyasi bo'yicha birinchi o'rinni olgan edim. Undan keyin mana shu ketma-ket har yili o'tkaziladigan shu tanlov ko'rik tanlovida hay'at a'zosi bo'lib qatnashdim va o'zim shunga amin bo'ldimki, respublikamiz bo'yicha juda ham ko'p ayollar, bularni yoshi ham kattasi bor, orasida juda ham yosh maktab o'quvchilari ham o'zini ixtirosi bilan qatnashishdi. Men ularning ixtirosini ko'rib tan berdim. Chunki respublikamizda o'zini iqtidorini namoyish qila olmayotgan qishloq joylarimizda qanaqadir talantli qizlarimiz bir chekkada qolib ketishayotgan ekan. Biz shu mana shu ixtirochi ayol uyushmasi shu tanlovni e'lon qilganda hamma burchaklardan qizlarimiz chiqib kelishdi o'zlarining ixtirolari bilan. Va hammasi juda ham yuqori saviyali, juda ham yaxshi ixtirolar, davlatimizga ancha naf tegadigan ixtirolar bilan qatnashishdi. Men o'zim bizning laboratoriyamizda hozirgi paytda juda ham dolzarb mavzu hisoblangan yoshlarimizni hayotiga tajovuz qiladigan giyohvand moddalarni tadqiqoti bilan shug'ullanamiz. Bizani uslubimiz orqali juda ham yuqori sezgirlikka ega, tanlovchan va tezkor uslub yaratganmiz laboratoriyamizda va shu uslubimiz orqali biz shunaqa asbob yaratdik. Bu asbobimiz tijoratlashtirildi va hozirgi kunda sud medekspertiza byurolarida va narkologiya dispanserlarida ishlatib kelinmoqda. Hozirgi kunda yana bitta innovatsion loyiha ustida ish olib boryapmiz. Buni Innovatsion rivojlanish agentligiga mavzuyimizni topshirib qo'yganmiz. Yana bitta innovatsion loyiha bu Ichki ishlar vazirligi kriminalistika markazi bilan birgalikda olib borilyapti. Buning dolzarbligi yaqinda shu 24-yil 6-may kuni prezidentimiz qaror chiqardilar. Shu yoshlarimizni hayotiga tahdid soladigan giyohvand moddalarini oldini olish, ularni respublikamizga kirib kelishini oldini olishi haqida farmon e'lon qildilar. Mana shu farmon asosida bizning laboratoriyamiz hozir shu biologik aktiv moddalar inson organizmidagi qabul qilgan insonlarni
giyohvand moddalarning is qoldiqlarini yuqori sezgirlikda tezkor 3 daqiqa atrofida aniqlaydigan asbob tayyorlaganmiz va shuni hozir yana ham takomillashtirishga harakat qilyapmiz. Bunda ayollarimizning ham hissasi juda katta. Rahmat. Marhamat. Men qo'shimcha qilmoqchi edim. Bizning laboratoriyamizda ham qo'shma loyihalar bor. Belorussiya davlati bilan qo'shma loyihamiz amalga oshirildi va bu ham ikkita davlat o'rtasidagi hamkorlikni yorqin namoyon deb ko'rsak bo'ladi. Aynan tabiiy suv havzalarida tarqalgan baliqlar, ularning gidrobiont organizmlari bo'lgan, ozuqasi bo'lgan tabiiy suv havzalaridagi gidrobiontlar bo'yicha amaliy loyiha amalga oshirildi va ikkita davlat o'rtasida aynan yaxshi hamkorliklar yo'lga qo'yildi. Undan tashqari yana Namizda institutimizda Hindiston bilan ham qo'shma loyiha amalga oshirildi. Bunda aynan shu loyihaning rahbari ayol kishi, PhD falsafa doktori Adolat Mirzoyeva o'zining faoliyatini samarali amalga oshirildi va ikkita davlat o'rtasidagi xalqaro hamkorliklar yo'lga qo'yildi va shu zoologiya sohasini yanada rivojlantirishga o'zidan qo'lidan kelgan hissasini shu loyiha doirasida amalga oshirib qo'shishiga imkon yaratildi. Juda ham yaxshi. Umuman olganda ilm olishda ayollarimizga nafaqat oilada, balki ish joyida ham yetarli sharoit va qo'llov kerak bo'ladi, to'g'rimi? So'nggi yillarda ayollar ta'limi va ilmiy faoliyatini rivojlantirish maqsadida nimalar qilindi? O'zingizni faoliyatingiz misolida aytishingiz mumkin. Marhamat. Aynan o'sha masalada aytmoqchi edimki, Sharqshunoslik universitetida bizda ona va bola xonasi tashkil qilingan. Bu nafaqat ilmiy faoliyat bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar uchun, balkim ayniqsa o'sha talabalar va magistrantlar uchun ham juda ham qulay bir sharoit bo'ldi. Chunki u xonada ham farzandiga, ya'ni o'sha kichik yoshdagi farzandlariga qarab turish uchun maxsus xodimlar ajratilgan, yoki bo'lmasam agar bola boshqa begonalarning qo'liga o'rganmagan bo'lsa, demak oilalaridan kimdir kelib unga qarab turishi ham mumkin va bu uchun hamma sharoitlar yetarli. Xona haqiqatda zamonaviy talabga javob beradigan qilib ishlangan. Buni o'sha aynan shu masaladagi bizda eng yaxshi bir yaratilgan sharoitlardan bittasi deb o'ylayman. Undan tashqari o'sha xalqaro hamkorlik masalasida hali yuqorida hamkasblar ham aytishdiki, aynan xorijdagi malaka oshirish masalasi yoki bo'lmasa ilmiy tadqiqoti uchun ma'lumotlarni to'plab kelishi uchun. Ma'lumki o'sha oiladagi, ayniqsa oilali ayollar uchun tadqiqotchilarning aksari oilali ayollar hisoblanadi. Yosh darajasi ham aynan o'sha 20-25 dan yuqori ketadi u yog'i. Va ularga uzoq muddatli stajirovkalar, ya'ni o'sha malaka oshirishlar unchalik to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun ham ayni kunlarda aynan o'sha qisqa muddatli, masalan, 1 oygacha bo'lgan ya'ni malaka oshirish kurslari bizda Sharq va G'arb davlatlari bilan o'rnatilgan va bu ham o'sha ilm ahli uchun bir qulaylik deb o'ylayman. Qolaversa, aynan o'sha xalqaro bazalar yoki bo'lmasam o'sha Web of Science deymiz yoki bo'lmasam Scopus bazalari bilan oliy ta'lim muassasalari, umuman hukumat o'rtasidagi hamkorlikning yana o'rnatilganligi va tadqiqotchilarimizda bu bazalardan foydalanishi ham, ya'ni masofaviy, hali yuqorida aytib o'tishganda elektron manbalardan foydalanish va o'zlarini ham ishlarini aynan shunday yuqori nufuzli bazalarda joylangan o'sha jurnallarda yoki bo'lmasam o'sha konferensiyalarda, indeksatsiya qilinadigan konferensiyalarda chop etish imkoniyati ham bor. Bu deganiki, ya'ni masalan kichik yoshdagi farzandi bor tadqiqotchilar, ular masalan o'zi xorijga bora olmasligi mumkin, lekin ularda baribir o'sha xorij bilan aloqa qilish, ya'ni biz yana bevosita aytamiz networking deymiz hozir kunda. Demak, o'sha aynan o'sha hamkorlik masalalarida ham imkoniyatlari borligi va bu imkoniyatlarni o'sha hukumat tomonidan va bevosita tashkilotlarimiz tomonidan ochib berilganligi ham xotin-qizlarga yaratilgan sharoitdan bittasi hisoblayman. Yuqorida aytgan sharoit borasida juda ham qoyil qoldim. Bu o'ylaymizki juda ham katta natija beradi va qolgan oliy ta'lim muassasalari ham mana shu sharoitni qo'llashadi degan umiddamiz. Qayerda yana qanday xotin-qizlarimiz uchun imkoniyat va sharoitlar yaratilmoqda? Aynan o'sha faoliyat olib borayotgan joyingiz misolida aytishingiz mumkin. Marhamat. Misol qilib, o'zimda kafedramda misol qilib oladigan bo'lsam, hozir 3 ta qizimiz tadqiqot olib borish jarayonida, ya'ni kafedradan himoyasidan o'tdi. Qolgan ishlarini davom ettirishlari uchun kunda 2-yarmiga jalb qilinadigan ishlarimiz bor. O'zimizni o'shalardan ozod qilingan holatda ilmiy ishingni tezlashtir, himoyaga tezroq chiqqin deb ularga sharoitlar yaratib berilmoqda. Juda ham yaxshi. Zuhra opa? Bizning institutda ham, zoologiya institutida ham juda ham yaxshi sharoitlar yaratilgan ayol qizlar uchun. Masalan, to'g'ri aytib o'tdilar, juda ham nufuzli jurnallarda maqolalar chiqarilyapti.
hamda o'zim misolimda aytadigan bo'lsam, shu oxirgi 20-yildan buyog'iga 3 ta ixtiro patentini chop etdim va uni deyarli respublikamizning barcha viloyatlarida joriylashtirdik. Undan tashqari biza ilmiy tadqiqot dasturi bilan ishlaymiz, 5 yillik. Ayni shu vazifamizda ma'lumotlar bazasi dasturlarini yaratish nimalarimiz ham bor. Aynan shu sohaga biza ma'lumot yig'amiz va dasturchi murojaat qilishga to'g'ri keladi va oxirgi yillarda e'tibor berib qarasak, oldin texnika fanlarida asosan o'g'il bolalarni ko'proq ko'rardik, lekin oxirgi nimada ish yuzasidan taqalganimizda murojaat qilsak, o'sha nimaga Svyaz institutiga deyarli ayollar tashkil qilyapti, qizlar tashkil qilyapti va biz o'sha dasturlarimizda ham 2 ta qizlarimiz shu dastur doirasida shu bazaviy ma'lumotlar bazasini yaratib berib, juda ham chiroyli natijalarga erishdik. Juda ham yaxshi. Qolganlarda qo'shimcha fikrlar? Bizning ishxonada ham shu asosiy ayollarga bo'lgan e'tibor yildan-yilga ko'payyapti. Tayanch doktorantura, undan oldingi esa hozirgi paytda stajyor tadqiqotchi institutini tashkil qilinganligi juda ham quvonchli hol bo'ldi. Aynan unga ham ko'proq yildan yilga ayollarning soni ko'payyapti. Aynan stajyor tadqiqotchilikka kirgan ayol tadqiqotchilarimiz kelgusi yili tayanch doktoranturaga o'qishga kirib, yana o'z ilmiy faoliyatlarini davom qildirmoqda. Institutda asosan yildan yilga oldin mana 2018-yilda bitta tayanch doktoranturada ayol xodim bo'lgan bo'lsam, hozir yiliga 4 ta 5 ta ayollar kiryapti. Bu yilning o'zida ham stajyorga ham, tayanch doktoranturaga ham ayollar safi ko'paydi. Undan tashqari ilmiy xodimlarning ichida ham ko'pchilikni keng ayollar tashkil qiladi. Undan tashqari Yosh olimlar kengashi faoliyati samarali yo'lga qo'yilgan institutimizda uni ham asosiy tarkibini ayollar tashkil qiladi. Yosh olimlar kengashi raisi ham ayol kishi. Shuning uchun institutimizda bugungi kunda ayollar o'z xohishlari bilan ilmiy ishini keng yo'lga qo'yib olgan. Juda ham yaxshi. Xotin-qizlar ilmiy faoliyatini rag'batlantirish bo'yicha bir qator muhim chora-tadbirlar belgilandi. Qonunchilikda ham katta o'zgarishlar qilindi. Biz ayollar, qizlarimiz va joiz bo'lsa, otalar, qaynotalar bu imtiyozlardan qanchalik unumli foydalana olyapmiz? Marhamat. Haqiqatdan ham o'sha yuqorida aytganimiz haligi shartnoma pullarini davlat tomonidan to'lanib berilishi, bu juda ham o'sha moliyaviy jihatdan ham yordam bo'lgani uchun shunga yana qayta to'xtalyapman. Va inson, umuman ayol kishini taqdirida, hayotida boya ham bejiz aytmadim, o'sha sharq xalqlaridan, bizni mentalitetda ayniqsa dastlab o'sha otasini roli, undan keyin demak o'sha turmush o'rtog'ini roli juda ham muhim va o'ylaymanki, ota bugungi kunda aynan o'sha qizlarini taqdiriga, ilm-fanga bevosita befarq bo'lmagan otalarimiz ham soni ortib borayotganini kuzatyapman. Chunki o'zim o'sha oliy maktab boshlig'i sifatida buni men tadqiqotchilarimiz emas, aynan bakalavr kesimidagi iqtidorli talabalarimizni ham ko'raman. Chunki iqtidorli talabalar bizni kelgusidagi aynan o'sha ilmiy tadqiqotimizni davom ettiradigan insonlar hisoblanishadi. Va bevosita o'sha xalqaro jurnalistika yo'nalishida tahsil olayotgan qizlarimiz ham otalarini bevosita o'zlari uchrashib kelib, qizlarini mana birinchi kursga qabul bo'lganida yaqinda bir misolni aytaman. Bo'lgan talabamizni o'zlarini, ya'ni ona emas bu yerda, aynan otalarini kelib qizlarni o'sha til ta'limi qanaqa bo'layapti yoki bo'lmasa o'zlashtirishlari qanaqa bo'lmasa, o'zi juda ham iqtidorli talaba, juda ham iqtidorli qizimizdan o'zini yaxshi ko'rsatib kelayotgan, lekin shunga qaramasdan yana o'zlari shaxsan kelib, uchrashib, so'rab ketganlari, to'g'risini aytsam o'zim juda ham xursand bo'ldim. Chunki bu ko'rsatyaptiki, demak otalarimiz qizlarimizni kelgusida, ya'ni hali aytganingizdek faqatgina meditsina xodimi emas yoki bo'lmasa faqatgina o'qituvchi emas, balki boshqa sohalarda ham, mana hozir opalarni, hamkasblarni ham gaplarini eshityapman. Bu ham quvonchli hol. Texnika sohasida yoki fizika yoki astronomiya, boshqa sohalarda ham demak xotin-qizlarning rolini ortayotgani va ularni to'siqli qilmasdan aksincha qo'llab-quvvatlayotganlari bu haqiqatda sezilyapti nazarimda. Aytingchi, ilmiy ish qilishga kirishgan, lekin oxiriga yetkazmasdan tashlab yuborgan
qizlarimiz ham bormidi? Shuni aynan shu misolni o'zim masalan 2014-yilda doktoranturani bitirganman. 2017-yilda birinchi dissertatsiyam, ya'ni o'sha falsafa doktor darajasi uchun himoya, birinchi o'sha bo'lgan himoyalar bu o'sha paytda olgan bo'lsam, aynan o'zim tengi kursdoshlarim ichida haqiqatda shunaqalari bor. Ya'ni juda ham iqtidorli, ilmiy salohiyati bor, lekin ayrimlarning sababi o'sha turmush o'rtoqlarini ishlari har xil boshqa regionlarda bo'lgan hududlarga ko'chganligi sababli qolib ketgan yoki o'sha farzandli bo'lish bilan qolib ketgan. Lekin boya yuqorida aytgandek, aynan oliy maktabimizda hozir 19 ta xotin-qizlarimiz, qizlar bevosita ilmiy tadqiqot ishi bilan shug'ullanishadi va ularning orasida ham o'sha farzandlari bor, lekin turmush o'rtoqlari masalan boshqa viloyatda ishlayotganlari ham borda orasida. Lekin shu ham xursand bo'lamanki, demak ular qizlarimizni, ayollarimizni faoliyatiga to'sqinlik qilishmayapti, chunki ular bevosita kelib shu yerda faoliyatini olib borishadi. O'sha navbatchilik yo'lga qo'yilgan ularni bevosita faoliyatiga aloqador qilib uni ham amalga oshirishyapti. Demak, bu o'zidan o'zi amalda ko'rsatadiki, misol uchun o'zimning kursdoshlarimdan biz juda ham kam bo'lganmiz, u paytda o'rin kam berilardi doktoranturaga. Aytaylik, o'sha 5 nafar o'qigan bo'lsak, o'shanda masalan 3 nafarimiz himoya qilgan bo'lsa, 2 nafari afsuski hali ham himoyaga olib chiqisha olmaganlari bor qizlarning ichida. Ya'ni bu yigitlarni hisoblamayapman. Lekin bugungi kunda tadqiqotchilarimizning hammasi hozir hech tajribamizda bo'lmadiki, faoliyatini to'xtatgan yoki himoyaga olib chiqa olmayotgani. Ya'ni hammasi o'sha daraja, ya'ni o'sha rejasi bo'yicha vaqtida amalga oshirib kelishyapti. Bu albatta quvonarli hol. O'zim xursand bo'laman. Marhamat. Endi Zamboga instituti misolida aytadigan bo'lsam, bizda ham masalan juda ham o'sha qizlarga, ayollarga e'tibor berilgan va shu munosabatdan hozir oldin otalar, masalan, akalar ruxsat bermasdi qizlarni chet elda o'qishga, yo bo'lmasam o'qishda nima qilasan, o'qib degan fikrlar bo'lgan oldin. Lekin hozirgi oxirgi yillarda qarasak, masalan, qizlarni o'qishga kirishi ham ko'paydi, ilmiy ish qilishlari ham ko'paydi, hamda deyarli oilalarning ko'plari qizlarini ishonib chet elda masalan magistratura, bakalavr yoki PhD qilishga imkoniyatlar yaratib berishyapti, ishonib shu farzandlarini jo'natishyapti. O'sha yerdan yaxshi natijalarga erishib, diplomlarini olib qaytayotgan qizlarimizni ham bilaman. Juda ham yaxshi. Yorqinoy opa, aytingchi, yuqorida ko'p imkoniyatlarni ta'kidlab o'tdik, o'sha yurtimiz tomonidan aynan ta'lim sohasiga berilayotgan imkoniyat, imtiyozlar. Xo'sh, aytingchi, o'sha berilgan imkoniyatlar, imtiyozlar natija beryaptimi? Albatta. Va natijalarni nimalarda ko'rishimiz mumkin? O'zini oqlayaptimi? Bizda qarang, qishloq xo'jaligi olib borayotgan tadqiqotlarimiz, masalan, men o'zimda ilmiy ishim tutni in vitro usulda ko'paytirish. Bu Andijon viloyatida laboratoriya qurildi, ishga tushdi. Har bitta himoya qilib chiqqanidan keyin u ishni ishlab chiqarishga tatbiq etasiz-ku. Tatbiq etilgandan keyin mahsulotlarning ekologik toza bo'lishi bu jamiyatimizga, kelajagimizga juda ham katta foyda. O'shalarda bemalol ko'rishingiz mumkin. Har bitta tadqiqotchini olib borayotgan ishi u o'zini boya kichkina bolani katta qilib, kelajakdagi nimasini, farzandlarini, nabiralarini huzur halovatini ko'rganda qanday maza qilasiz? O'zingiz olib borayotgan tadqiqotingizni natijasini ishlab chiqarishga jalb qilganingizda o'sha davlatimiz tomonidan yaratilayotgan sharoitlarda sizni qilayotgan ishingiz qo'llab-quvvatlanib, qishloq xo'jaligidagi ekologik toza mahsulotlarni dasturxonda ko'rganingizda o'sha emasmi bizni olayotgan natijalarimiz? Juda ham yaxshi. Marhamat. Mani eng quvontiradigan masala shuki, bugungi kunda ayollar yildan yilga ilmiy ishga ishtiyoqi baland. Mana yilda-yilga himoyalarni aytadigan bo'lsak, so'nggi o'zimning faoliyatim mana 2018-yilda zoologiya institutida boshlagan bo'lsam, shundan beri ayollar ichida 2 ta fan doktori o'zini doktorlik himoyasini muvaffaqiyatli himoya qildi. Endi undan ortiq 10 dan oshiq ayollar PhD dissertatsiya ishlarini himoya qildi. Lekin hammasi o'z muddatida doktoranturada o'qigan bo'lsa, doktoranturada yoki undan oldin faoliyatini boshlagan bo'lsa, o'zining muddatida o'z dissertatsiya ishlarini muvaffaqiyatli himoya qilyapti. Ya'niki ilmiy ish bizani yo'nalishimizda tabiiy fanlarda qiyinroq, chunki biz dala tadqiqoti bilan amalga oshiramiz. Bunda borib shu materialni yig'ib kelib, uni tajribasini o'tkazib, uni natijasini dissertatsiyasiga
oilasiga kirgizguncha ham oz muddat ketmaydi va buni asosan qo'llab turgan oilasiga ham bog'liq. Chunki haqiqatdan dala xizmat safari uzoq muddatli, yaqin muddatli bo'lishi mumkin. Ularda ham mana turmush o'rtoqlari qo'llab, mana o'zimda ham o'zim turmush o'rtog'im ham dotsentlar. O'shaning uchun ular hech to'sqinlik qilmasdan ilmiy ishimni qo'llab-quvvatlagan. Men ham ularni shunaqa qilganman. O'shaning uchun qiyinchilik bo'lmagan. Yana mana doktorlik ishimizni boshlash arafasida turibmiz. Yana bunda ham shu ilmiy ishni qiyinchiliklarini, qiyin nima deb yo'nalish deb o'ylamasdan birgalikda bir-birimizni turmush o'rtog'im bilan tushungan holatda ham oilaviy jihatdan ham institutdagi ilmiy sharoitimiz bir-birini qo'llaganligi uchun bizga ilmiy ishimizni davom qildirish juda ham nima deydi oson deb tuyulyapti-da. Natijasini nimalarda ko'ryapsiz? Natijasi mana yildan yilga ilmiy ishlar yoqlanyapti-ku. Har biri o'zini shu fan yo'nalishi bo'yicha yangi bir sohani kashf qilyapti, biron bir narsani o'rganyapti. Demak, o'sha o'rgangan, yaratgan sohasi respublikamizda shu yo'nalishni rivojlantirishga o'zini hissasini qo'shib kelyapti. Bu yildan yilga rivojlanyapti. Chunki zoologiya bo'lgani bilan zoologiyaning ham turli xil yo'nalishlari bor. Har bir yo'nalishida yilda shu dissertatsiya ishlarini amalga oshirilayotgani ham o'zi katta yutuq. Keling. Tez kunda yangilikning qaynog'i bo'ladi. Hozircha esa reklama. Har bir yaxshi kun Jacobs qahvasi bilan boshlanadi. Hayotning betakror ta'midan bahramand bo'l. Ishoning, juda ham qaynoq bo'ladi. Agar endi hozir aniq fanlar bo'yicha asosan aytishyapti, u haqiqatan u real hayotda ko'rinadigan narsa. Bizdagi ijtimoiy gumanitar bo'lgani uchun va aynan o'zimizni oliy maktab yo'nalishi tarjimashunoslik, yuqorida aytdim, tarjimashunoslik bo'lgani uchun bizning ishlarimiz aynan tarjima asarlarining tadqiqotlarida. Yana hozir bugungi kunda aytyapmiz, juda ham muhim xalqaro munosabatlarda muhim bo'lgan soft power deymiz. Yumshoq kuch, ya'ni madaniy diplomatiya yoki bo'lmasa xalq diplomatiyasi degan tushunchalar hozir keng qo'llanyapti va bu masalada aynan bizni mutaxassislarimizni ilmiy tadqiqot ishlarini o'rni o'ziga xos bor. Chunki bevosita xorijlik mutaxassislarni bizda himoya qilinishi va bizni mutaxassislarni himoya qilgan ishlari o'sha o'zga xalq adabiyoti yoki bo'lmasam tilini yoki bo'lmasam tarjima nuqtai nazaridan o'rganilishi va uni o'sha agar tarjima asarlarini tadqiq qilib bo'ladigan bo'lsa, unda yo'l qo'yilgan kamchiliklar, hattoki masalan o'zimizda filologiya fanlari doktori professor Xayrullo Hamidov aynan turk olimlarini, turk tarjimonlarini o'zbek yozuvchilarini ishlari, ya'ni o'sha Qodiriyning asarlari, Oybek asarlarini turk tiliga tarjimalaridagi kamchiliklarni qiyosiy o'rgangan holatda nima deydi, natijalarni berganlar va buni yuzasida buni natijasida aynan o'shanday tarjima asarlarida kelgusidagi xatoliklarni oldini olishi, aynan o'zbek milliy madaniyati, milliy kolorit deymiz, o'sha asarlardagi aks etganini tarjimada ham o'shanga yaqin qilib berish yoki bo'lmasa asliyatga yaqin qilib berishni ta'minlashga xizmat qiladi va bevosita o'sha kelgusidagi xalqaro munosabatlar, qolaversa biz aytamiz sinxron tarjima masalasi hozirgi kunda juda ham dolzarb masalalardan bittasi. Aynan sinxron tarjimadagi strategiyalar, psixologik omillar u yerdagi bizda ilmiy tadqiqotlarda o'rganiladi va uning natijalari aynan sinxron tarjima jarayonida bevosita tatbiq qilinadi. Xotin-qizlarni ilmga jalb qilish uchun ularni bu kabi o'zgarishlardan xabardor qilish, yutuqqa erishgan ayollarimiz bilan yaqindan tanishtirish muhim. Shu bilan birga xorij mamlakatlariga borib, malaka oshirib kelish, tajriba almashish, turli tanlovlar va ilmiy bellashuvlar o'tkazilish ham ahamiyatli bo'lishi kerak, to'g'rimi? Marhamat. Bu borada qanday ishlar amalga oshirilyapti? Aynan xorij mamlakatlari bilan hamkorlik ishlari va o'quvchilarni umuman ta'lim sohasida olayotgan o'sha talabalarni, qiziquvchi talabalarni xorijga yuborish. Marhamat. Demak, bevosita til mutaxassisliklarini ham tayyorlaganligimiz uchun va sharqshunoslik, yuqorida ham aytdim, xalqaro munosabatlar bizga juda ham muhim bo'lganligi uchun xorijda talabalarni tahsilini, ya'ni talabalar deyapman, endi talabalikdan boshlab yuqorilab ketadi. Bu talabalar, magistratura, undan keyin doktorantura va bevosita xodimlar almashinuv masalasi ham bu yerda bor. Har bir o'sha til kesimida, ya'ni bu xalqaro munosabat, ya'ni o'sha iqtisodini o'rganadimi, tarixini o'rganadimi yoki falsafasini o'rganadimi,
muntazam ravishda, masalan, Xitoy yo'nalishidagi bo'ladigan bo'lsa, demak, Xitoy Xalq Respublikasining o'sha top 500 talikka kirgan universitetlari bevosita Pekin shahrida joylashgan Pekin til va madaniyat universiteti yoki bo'lmasa Manjou universiteti yoki Minzu millatlar universiteti va hokazo Shanxayning yetakchi universitetlari, Fudan deymiz yoki boshqa yoki bo'lmasa o'sha Koreya Respublikasi, Yaponiya va barcha ham hattoki bizda shu paytgacha ozgina muammo bo'lgan hududlarimiz, masalan, Eron yoki arab davlatlari bilan sal qiyin bo'lardi talabalar almashinuvini ta'minlash, lekin oxirgi yillarda mana yaqinda aynan shu 2024-yil oxiri adashmasam yoki 2025-yil boshida universitetimiz rektori bevosita o'sha Misr universitetlari bilan hamkorlikni ham imzolashdi va bu memorandumga ko'ra endi Misr bilan ham bevosita talabalar almashinuvini yo'lga qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganimki, bu sohadagi almashinuvlar ham biz faqatgina o'sha Uzoq Sharq yoki Janubiy Osiyo emas, balkim o'sha arab davlatlari bilan ham hamkorligimiz yana ham kengayib boryapti. Bu bevosita albatta til bu madaniyat bilan bog'liq. U davlatni, jamiyatni o'zini ko'zi bilan ko'rgani, uni kelgusidagi dunyo qarashiga va bevosita siz o'sha xorijiy mamlakatga borganingizdan keyin sizni madaniyatingizni ularga ko'rsatishga ham muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun bu oldingi ustuvor vazifalarimizdan biri deb hisoblaymiz. Albatta, juda ham yaxshi. Agrar universitetidachi Umida Haqnazarova qizimiz 6 oylik ilmiy ishini Xitoy Respublikasida loyiha yutgan holatda borib amalga oshirib, yaqinda qaytib keldi. Hozirgi paytda uni tadbirlarda, nimalarda chaqirib, hozir ham universitetimizda shu qizimiz orqali ishtirok etayotgan nima jarayon ketyapti. Qiz bola til bilsa, dunyo kezsa, nimalarga qodirligini mana jonli holatda uchrashuvlarda shunaqa tashkillashtirilib amalga oshirilyapti. Juda ham yaxshi. Beshikdan to qabrgacha ilm izla deydi dono xalqimiz. Bu gapdan kelib chiqib sizlar ham qizlarimizga va ularning muhim qarorlar qabul qilishda katta rol o'ynaydigan yaqinlarga qanday tavsiyalarni bergan bo'lardingiz? Ularga aytar so'zingiz qanday? Ota-onalarga birinchi o'rinda qizingizga e'tibor bering. O'qishiga, maktabdan boshlab, bog'chadan boshlab, oliygohga kirganida qo'llab-quvvatlasangiz, kelajagimiz o'sha qizlar qo'lida. Qaynona qaynotalarga kelin qilib oldingizmi, endi uni oxirgi etapgacha nima xohlaydi? Istayaptimi o'qishni? Oliy ma'lumotli bo'lishni istayaptimi? Siz unga imkoniyat yarating. Chunki oilangizga toza muhit, chiroyli hayot olib keladi. Kelajakda sizni naslingizni davom ettirayotgan nabiralaringizni oliy ma'lumotli keliningiz tarbiyalaydi va bir umr eslab yurasiz. Avlodingiz olimlar avlodi bo'lib davom etishida kelinning roli yuqoriligini esingizda saqlashingizni so'rab qolar edim. Juda ham yaxshi. Marhamat Muhayyo opa. Albatta fikrlarga qo'shilaman. Ayol kishini o'qimishli bo'lgan yaxshi, ziyoli oilaning farzandi ziyoli bo'ladi albatta. Shuning uchun men ham ikkita farzandim bor. Boylarim maktabda a'lochi, lekin baribir ham ularga shu oiladagi muhitni ta'siri bor. Ular ham shu bizaga havas qilib, ota-onasini izidan borish uchun intilib o'zlarida kuch bilimini o'zlarini shu bilimlarini aynan shu ota-onasiga havas qilgan holatda shularning davomchisi bo'lib shakllanyapti-da bolalarimiz shunaqa. Tarbiyasiga baribir ota-onani ta'siri bor. Shuning uchun aynan ayol kishini oilada ayol endi ona asosiy tarbiyachi bo'lganligi uchun ayolga bog'liq deb o'ylayman. Albatta, oilaviy muhit ham bu borada yaxshi yordam beradi. Marhamat Saida opa. Qiz bola albatta o'qishi kerak, chunki u faqat oila bilan, farzandlarning tarbiyasi bilan qolib ketishi kerak emas. Chunki ilmli ayol o'zini hayotda ham boshqacha dunyoqarashi bilan ajralib turadi. Bolalarini, farzandlarini tarbiyasiga ham boshqacha qaraydi. Atrof muhitdagi boshqa odamlar bilan ham muomalalari boshqacha bo'ladi. Madaniyatli tomondan so'zlashuvlari, o'zini davra suhbatlarida ayollar orasida yig'ilib qolishganda o'zini ilmi bilan, o'zini olgan tarbiyalarini boshqacha ko'rsatadi va atrofdagi muhitdagi ayollarga ham o'zini ta'sirini albatta o'tkazadi deb o'ylayman va kelajakda albatta biron bir kasbni egallab o'sha mutaxassisligi bo'yicha oxirigacha izlanib o'qib maylincha doktor darajasigacha yetmasa ham har holda farzandlarini tarbiyasi uchun oliy ma'lumotli bo'lishi shart deb o'ylayman. Albatta. Zuhra opa, marhamat. Hamma fikrlarga qo'shilaman. Men ham
ota-onalarga maslahatim shu farzandlarini o'zini imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda albatta oliy ma'lumotli qilish tarafdoriman hamda ilmiy izlanishlariga yordam bersa, qo'llab-quvvatlasa, albatta ayol qizlarimiz ilmiy ishlarini yakunlashga imkoniyat yaratiladi. Juda ham yaxshi. Samida opa, marhamat. Yana bir narsani ta'kidlamoqchi edim. Demak, ilm yo'li bu juda ham mashaqqatli yo'l. Bekorga aytishmaydi, igna bilan quduq qazigandek. Va bu ayollar uchun 2 karra, balkim undan ham yuqori darajada mashaqqatli deb o'ylayman. Chunki ayol hali aytadi-ku, bir qo'li bilan beshik tebratsa, ikkinchi qo'li bilan dunyoni tebratadi degandek. Ayol, ya'ni o'sha ilmga, umuman ilmiy ish yozgandan opalarimiz, hammasi hamkasblarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Ilmiy tadqiqot olib borayotganingizda fikrni jamlash juda ham muhimda. Lekin ayol kishi majbur, bu o'zimizda ham o'sha paytida boshimizdan o'tgan, siz farzandingizga ham vaqt ajratishingiz kerak, uy ro'zg'origa vaqt ajratishingiz kerak, undan tashqari ishlaydigan bo'lsa ishingizga va hokazo. Demak, o'sha fikrni o'zidan o'zi tadqiqotdan chalg'ish holatlari bo'ladi. Shuning uchunki aytmoqchimanki, o'sha ayollarimizni, ilm qilayotgan ayollarni atrofidagilari buni juda ham yaxshi tushunishlarini so'rardim. To'g'ri tushunishlarini va kerak bo'lsa o'sha ayol ilm, ayniqsa ilm ahlidagi bu ayollarimiz juda ham to'g'ri bo'ladi-da odatda. Ular to'g'ri gapiradi, to'g'ri bajaradi, ularda yolg'on yo'q, boshqa yo'q odatda-da. O'shaning uchun mayli bugun ulgurmasa o'sha ishini ertaga qiladi baribir. Va uni o'sha chin nima deydi, mas'uliyat bilan qiladi. Hattoki ro'zg'ordagi ishini ham-da. Sal tushunib muomala qilishsa va uni o'sha qo'llab-quvvatlab turishsa, o'ylaymanki, yana ham yaxshiroq bo'lardi. Ya'ni o'sha hukumatda ajratilayotgan, bevosita yurtboshimiz tomonidan berilayotgan e'tibor, shart-sharoitga monand, ya'ni ijtimoiy muhit ham bunga mos bo'lsa, jamiyat ham bunga qo'llab-quvvatlasa, o'ylaymanki, natijalarimiz bundan ham yuqori bo'lardi. Rahmat, albatta. Vaqt ajratib studiyamizga kelganingiz, qiziqarli, asosli fikrlar bilan ko'rsatuvimizda ishtirok etganingiz uchun barchangizga minnatdorchilik bildiraman. Sog' bo'ling. Xotin-qizlar ta'limini rivojlantirish, ularni akademik faoliyatini qo'llab-quvvatlash mamlakat ilmiy salohiyatini kuchaytirishga yordam beradi. Olima ayollar O'zbekistonning bebaho boyligi. Ular nafaqat ilmiy potensialni kuchaytiradi, balki minglab yoshlarni fan bilan shug'ullanishga ilhomlantiradi. Ilmiy yangiliklar, ixtiro va innovatsiyalarning ko'payishiga sabab bo'ladi. O'qing, ilm oling va kamolotga erishing deya bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Yana ko'rishguncha.